Assalomu alaykum usta akalar, mijozlar, klientlar, hammasi tanish bilishlar. Mana Farg'onada Polsha bozorida hamma kamera domofonlarimiz bor. Endi bugungi videomizda Dahua registratorini olganlaringdan keyin agar o'zimiz o'rnatib olaveramiz desalarni yoki qiynalayotgan ustalar bo'lsa, endi savollar bir ikkita tushyapti. Shuni qanaqa qilib o'rnatishni, aktivatsiya qilishni o'rgatamiz. Aynan bu NVR, ya'ni sityovoy registrator. Prostoy emas, o'sha IP registrator. Mana shuni ko'rsatib beramiz qanday qilib registratsiya qilishni. Xo'p, birinchi bo'lib upakovkasidan video registratorimizni olamiz. Buning ichida o'sha kerakli boltlari, jostki diskini qotirgan. Endi ichida komplektda jostki diski bo'lmaydi, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bu xotirasi o'zingizni xohishingizga qarab, necha kunlik yoki necha oylik zapis kerak bo'lsa, o'shanga qarab o'rnatiladi. Sotuvda bor hamma jostki disklarimiz ham. Mana hozir 1 terabaytlikni. Endi qanday qilib o'rnatishni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ikki xil razyon bor. Bittasi pitaniya, bittasi o'sha signal, zapis, перезапись o'shanga ishlaydi. Xo'p, jostki diskimizni qo'yib, pastda montajniy krepleniyalari bor. O'zini отверстиялari qilingan. O'sha yerga boltlarni qotirib, yaxshilab qotirib qo'yamiz. Shundan keyin video registratorimizni yopaveramiz bemalol, chunki faqat jostki disk qo'ygan ochiladi xolos. Endi orqasida buni bu chekkada pitaniya bilan signalga RJ45 razyon, HDMI, VGA o'sha mishkasini, sichqonchasini ulagan razyonlari bor. Ana endi buni yoqqanlar, hamma yoqda ulab bo'lganlaringdan keyin dalch qanday qilib nastroyka qilishni hozir ko'rsatamiz. Xo'p, ulaganimizdan keyin zapusk boshlandi. Ya'ni video registratorimiz yonyapti hozir. Xo'p, yongandan keyin endi bir boshlaymiz. Birinchi punkt, ya'ni region, bu turgan joyimizni stranani tanlaymiz. O'zbekiston albatta kiritilgan. O'z deb yozsalar O'zbekiston chiqadi. Rus tilini avtomatik tanlaydi. O'zbek tili hozircha yo'q, lekin realizovat qilamiz deb aytishgan, bilmadim endi qachon bo'ladi. Bu yerda endi litsenzioniy соглашенияларni xohlasak o'qib chiqamiz. Endi ko'pchilik buni o'qib chiqmaydi. Men o'qib chiqdimga galочка qo'yib turib, keyingini bosamiz, следующийni. Следующийni bosganimizdan keyin bu yerda soatlarda o'sha datani to'g'rilaymiz. O'zi avtomatik Toshkentni tanladi, chunki biz O'zbekistonni ko'rsatganmiz. Endi yillarni to'g'ri qilib ko'rsatib qo'yamiz. Bir xilga NVRlarimiz o'zi avtomatik soatini ham, nimalarni hammasini to'g'rilab ketadi kunlarni. Agar to'g'rilamagan bo'lsa, o'zimiz ruchini to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, soatini to'g'rilaganimizdan keyin следующий keyingini bosamiz va bu yerda parol qo'yamiz. Parolni admin 1-2-3 qo'yapmiz. Biz просто tak o'zlarini xohlagan parollarni qo'yishlari mumkin. Pastida yana bitta подтвердить qilgani bosib o'sha parolni teramiz. Birinchi tergan parolimizni va xohlasak pastida подсказка bor. Agar biror nima mashinangiz nomerini, telefon nomerini yozgan bo'lsangiz, chekka masalan telefon nomerim deb yozib qo'ysangiz, agar esingizdan chiqarsangiz, podskazkada keyin telefon nomer deb yozib turadi. O'shandan eslab olsangiz ham bo'ladi. Lekin parolni iloji boricha esda qolarlisini qo'yishga harakat qilinglar. Xo'p, parolni qo'yib bo'lganimizdan keyin keyingini bosamiz. Следующий bu yerda grafический parol ham qo'ysak bo'ladi. Buni ham xohlaganlarincha qo'yaverasizlar. Bu prosta ochishga udobniy bo'lish uchun. Xo'p, bu yerda elektronniy pochta kirgizsalaring, keyingi zbros qilgani shunaqa narsalarga kerak bo'ladi. Buni qilsalaring ham bo'ladi, qilmasalaring ham bo'laveradi. Keyinchalik agar bironta уведомление kelsin desalaring, lekin elektronniy pochtani обязательно qo'yib ketish kerak. Xo'p, biz hozir qo'ymadik, vaqt ko'p o'tmasin deb OK deb bosasizlar. Shu bilan avtomatik avtoproverkalar chiqadi, обновленияni. Keyin bu yerga nomini yozib qo'ysak bo'ladi, tipo NVR ga, masalan, magazinda turgan bo'lsa magazin, uyda bo'lsa uy, xohlagan narsani yozib qo'yasizlar. Shunda onlayn qilganlaringni telefonlaringda ko'rinib ham turadi.
Xo'p, nomini yozib bo'lganimizdan keyin keyingi punktlar yana o'sha soatni to'g'rilash, kunlarni hammasini letniy время bu endi O'zbekistonda soat almashmaydi, shuning uchun shunda qoldirishlaring mumkin. Endi esda qolarli narsalarni yozib qo'ysalaring bo'ladi, lekin ko'pincha bu kerak emas narsa. Kallalaringni qotirmay keyingi punktga o'tsalaring bo'laveradi. Endi bu yerda mana asosiy joylardan bittasi o'sha video registratorimiz IP adresi. Men o'tgan safar onlayn qilayotganimizda ko'rsatganimizda prosto o'sha DVR ni qilganmiz. Unda avtomatik qo'yib qo'ysak bo'laverardi. Bunda endi avtomatik qo'yish maslahat bermaymiz, chunki IP adresi o'zgarib qolsa kameralar bilan bir-birini topishga qiynalib qolishi mumkin. Tak, buni bitta podsetda bo'lish kerak o'sha routerimiz bilan. Agar buni onlayn qilayotgan bo'lsak, agar u chetdan o'zi bilsalaring bo'ladi, tepada avtomatik yoqib qo'ysalaring, o'zi avtomatik xohlagan bo'sh adresni oladi. Agar bo'sh IP adresni bilsalaring, o'sha bo'sh IP adresni ko'rsatib qo'yishlaring mumkin. Xo'p, mana bizniki avtomatik oldi, chunki o'sha marshrutizator ulangan. Avtomatik olgandan keyin o'chirib qo'yaverasizlar, chunki чтобы статическийda qolishi uchun. Bitta proverka ham bor. Ana IP adres dostupen, ya'ni hech qanaqa konflikt yo'q. Bu IP adresdan foydalansak bo'ladi bemalol. Endi основной DNS ni o'zgartirib qo'yamiz. Tepadagi основной DNS 4.8 ga va pastdagi вторичный DNS ni 2.8, 2.4 qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, shuni qo'yganimizdan keyin keyingini bosamiz, следующий. Biz mana shu yerda keyin ko'rib olamiz. Bunimiz onlayn bo'ldimi, yo'qmi? Agar o'tgan videoda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu yerda sizlarga tanish bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta punktimiz, bu yerda biz kameralarni добавить qilib olishimiz kerak, chunki добавить qilmasak ko'rinmaydi. Poiskni bosamiz. Endi bizda hozir sistemada aktivatsiya qilingan kameralar ham bor. Sizda shunday chiqishi mumkin. Mana qizil X bilan 108 bo'lib chiqadi. Endi hozir bizda 107 turibdi avtomatik yonug'ligi uchun. Buni endi biz initsializировать qilib olishimiz zarur. Tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin initsializировать bosamiz. Bosganimizdan keyin следующий. Следующийni bosganimizdan keyin bunga statический IP adres berib ketinglar. Чтобы keyinchalik bir-birini video registratordan yo'qotib qo'ymasligi uchun o'sha marshrutizatorda bo'sh IP adresni ko'rsatib qo'yishlaring mumkin. Masalan, biz hozir 115 qo'ydik, bu bizda bo'sh. Keyingini bosamiz. Keyingini bosganimizdan keyin mana instalizatsiyadan o'tdi, устройство OK. Endi o'sha adresli nimamizni poistni boshqatdan bosib yuboramiz, yana bitta yangilanadi. Yangilangandan keyin mana 115 biz o'sha kameramiz chiqdi. Shunga olib kelib 2 marta bosamiz yoki bo'lmasa ham galочка qo'yib turib, pastda добавить bossak, pastga o'tadi. Pastga o'tgani biz video registratorimizga qo'shildi degani. Xo'p, добавить qilib olganimizdan keyin следующийni bosaveramiz. Keyingi punkt bu yerda zapisni qanday qilish, постоянныйmi yoki faqat движениягami, тревога hammasini настройка qilish mumkin. Bizda endi данный случай hozir постоянный qolib ketadi. Xohlasalar sariq qolib turib, hamma kunlarni tanlab chizib chiqsalaring, faqat движениyaga zapis qiladi yoki bo'lmasam kechqurun 12 dan ertalabki 6 gacha движение, qolgan payt постоянно ashna qilib xohlaganlaringcha расписанияni qo'yishlaring mumkin. Xo'p, shundan keyin уже aktivatsiyadan o'tdi. Shundan keyin ham hamma qaytargan narsalarimizni ilojisi bor, boshqatdan yana chiqishdi. Mana kameralarga kirsak, o'sha kameralar turibdi, boshqatdan poisk qilib, yana kameralar qo'shish, hamma возможность bor. Ana hammasiga galcha qo'yib добавить bossak, bular ham pastga o'tadi. Pastga o'tgandan keyin biz video registratorimizga qo'shiladi. Status yashil yonganda o'sha kameralarimiz ko'rsatishni boshlaydi. Mana bu yerda ko'rsatyapti. Ikkitasida neverniy login va parol. Demak, bularning paroli boshqacha. Shuning uchun ko'rsatmayapti. Iloji boricha parollar qo'yayotganlaringda e'tiborliroq bo'linglar, parollar esdan chiqmasin. Agar xudo xohlasa shuni qilib videoni biz qanday qilgan bo'lsak, shuni qaytarsalaring, sizlarda ham agar boshqa bir
Agar boshqa xatoliklar bo'lmasa, albatta sizlarni ham ko'rsatadi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa bemalol beraverasizlar.